Assalomu alaykum. Mana Toshkent shahardagi 84-Uspost aloqa bo'limiga keldik. Do'stimiz Shahzodga bloknot jo'natishimiz kerak. Kelinglar, birgalikda jo'natamiz bir qadamdan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Salomatlaringiz yaxshimi? Shu jo'natmani Namanganga jo'natishimiz kerak, shaharga. Faqat indeksi esimda yo'q. Indeksi 160-100. Bu shu yoqqa jo'natishimiz kerak bir qadam orqali. Siz o'zingizni paketingiz bormi yoki Uspost paketiga solamiz? Yo'q, Uspost paketiga solamiz. Paketim yo'q. Bir qadam 24 soat ichida boradimi? Bir soat, bir kunda boradi. Bir kun ichida, Xudo xolasa, jo'natmamiz Shahzod do'stimizda bo'ladi. Bu videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Shahzoddan ham aytaman, shu qanaqa olgan, bir kunda yetib bordimi yo'qmi, hammasini olib sizlarga ko'rsatamiz. Mana soatimiz 5 dan 20 minut o'tdi, kech payt. Ertaga Xudo xolasa ertalab boradi deyapti. Buni tekshiramiz. To'lovingiz naqdmi yoki plastik kartami? Yo'q, naqd to'lov. Nechta bo'ladi? 15 ming bo'ladi. Mana. 15 ming necha kilodan boshlab bo'ladi? Hozir SMS bor-da sizga. SMS? SMS jing'iladi, keldi. SMS boradi, mijoz o'sha yerda oluvchiga ham bitta SMS boradi. Keyin Namanganga yetib borgandan keyin ham bittadan yana SMS boradi. Zo'r. Kilosi necha puldan? Bu 1 kilosimi, 2 kiloga ham shunaqa narxmi? 15 ming so'm. Kilosi 15 minggacha bo'ladi-da, 1 kilodan oshgandan keyin 3 ming qo'shadi. 3 mingdan. Mana eshitdinglarmi? 1 kilo jo'natmanglar, 15 ming so'mdan jo'natadi. Telefonlarni jo'natib yuborsa ham 15 ming so'mga borar ekanda. Zo'r. Baraka topinglar. Rahmat sizga opa kattakon. Bu chekmanga, bu trek koddan adashmasam, anaqa saytingiz orqali tekshirsa ham bo'ladi. Tekshirsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Mana Shahzod telefon qilyaptilar. Asulansizlar. Shahzod yaxshimisiz? Salomatlaringiz yaxshimi? Mana aka yetib keldi. Baraka toping, baraka toping. Yaxshilikni ishlating. Shahzod gaplashamiz. Rahmat aka. Xo'p bo'ladi, salomat bo'ling. Yaxshilikni ko'rishaydi. Mana Shahzod do'stimizga yuborgan jo'natmalarimiz yetib bordi. Siz ham do'stingizga jo'natmoqchi bo'lsanglar, shu tarzda jo'natsanglar bo'ladi. Uspost doim yoningizda.